Hadislar o'quvimizni davom etamiz. Ham oldin hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Fil jannati ma la aynun ra'at va la uzunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar." Jannatda ko'zlar ko'rmagan, quloqlar eshitmagan, hatto kishi yuragi ko'z oldina da keltira olmagan narsalar bor. Ya'ni jannatda Alloh subhanahu va taolo borliqqa keltirgan narsalar mana kishining ko'zi ko'rmagan. Quloqlari eshitmagan hatto bunday narsa bor ekan. Ham bu borasida Allohning maxluqotlari. Alloh borliqqa keltirgan narsalar. Allohni ko'z oldina keltirib bo'ladimi? Biz hatto Alloh borliqqa keltirgan qo'y bir narsalarni ko'z oldina keltira olmaymiz. Yana Jibril alayhissalom. Biz bilamiz, Jibril alayhissalom necha qanoti bor? 600 qanoti bor. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni ko'rgach aytdi, "Ul" dedi, o'zining taniman butun ufuqlarni qoplaydi. Shunga qadar zo'r. Hatto ko'z oldina keltirib bo'lmaydi. Jibril alayhissalom shu 600 qanot va necha keltirib o'sha? Ikkisharlabmi? Alla o'nlabmi? Alla yuzlabmi? Necha kishi ko'z oldina keltirib bo'ladimi? Ham bu Allohning maxluqi. Alloh borliqqa keltirgan narsa. Ham shu kishining yuragi, joni, kishining joni. Boribizda bile har bir kishining joni bor. Nindi u? Kishining joni nindi? Ko'z oldina keltirib bo'ladimi? Ni ko'pning zo'rlig'i. Narsadan tura ol. Lekin bir boribizda bile jon bor. Ko'z oldina keltirib ol. Jonni kim borliqqa keltirgan? Alloh. Biz bordik bir necha narsani sanab o'tdik. Buni ko'z oldina keltirib bo'lmaydi. Necha bu narsa? Bu Allohning maxluqlari. Bugungi kunda bor shunday turkumlar, kimlar Alloh subhanahu va taolani ko'z oldina keltirib turishar. Ko'z oldina keltirib turishar, ya'ni boshqa Allohning maxluqotlari bilan solishtirarlar. Ya'ni Allohning qo'llari yo'q deylar. Allohning qo'li bor deb aytsak, demak, uning kishining bit qo'llari bor. Demak, Allohni kishiga ishonta olasizlar. Shulay turib Allohni ko'z oldina keltirib turishar. Birinchidan, ikkinchidan Allohning maxluqotlari bilan solishtirarlar. Ham shunday kishi kelar ekan bizga, biz ham birgina so'rab beramiz. Jon bormi? Jon bormi? Ayi bor deyashak. Agar u musulmon ekan, ayi bor deyashak. Chunki bizga anturda Alloh hammaning elchisi xabar etdi. Jon bor. Nindi u jon? Tasvirlab ber bizga. Yo'q. Tasvirlab bera olmaydi. Ya endi jannatdagi jemishlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'z ko'rmagan dedi, quloq eshitmagan dedi, ham ko'z oldina keltirib bo'lolmagan jemishlar bor deb. Tasvirlab ber deymiz. Tasvirlab bera olmaydi? Yo'q, tasvirlab bera olmaydi. Ham nechigina sen Allohni bugun ko'z oldina keltirib tirishasan, hatto Allohning maxluqlarini ko'z oldina keltira olmaysan. Hatto Allohning maxluqotlarini ko'z oldina keltira olmaysan. Anladingizmi? Bu bugungi kunda bek ko'p taralgan, ham bek ko'p musulmonlar shu turkumlarga lagib Allohning ismlarini inkor etib, ham Allohning oning maxluqotlari bilan solishtirib turishar. Bizning iymonimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan durust iymon nindi u? Allohning ismlari, sifatlari bo'yicha. Bizga Alloh o'zining kitobida hammaning elchisi orqali xabar etdi ekan, uning qo'li bor deb. Biz ham ishonamiz. Allohning qo'llari bor. Nindi u? Biz uni bilmaymiz. Nega bilmaymiz? Chunki Alloh bizga uning turida xabar etmadi. Nechik eshitadi, nechik ko'radi bor kishinda? Biz uni bilmaymiz. Biz uni bilmaymiz chunki Alloh bizga uning turida xabar etmadi. Agarda Alloh aytdi ekan, ko'kni 3-tunda ko'kning 7-qatına tushadi deb, ham ona duo bilan indashgan kishilarning duolarini qabul etadi. Nechik tushadi onda? Biz uni bilamizmi? Bizga uning turida xabar etib, yo'q, aytdi ekan tushadi. Demak tushadi, nechik? Biz uni bilmaymiz. Ham bu bizning iymonimiz. Ham shunday payg'ambarimiz sahobalarining iymonlari shunday bo'lgan. Payg'ambarimizning iymoni shunday bo'lgan. Anladingizmi? Ham shunga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, jannatda dedi, ko'zlar ko'rmagan, quloqlar eshitmagan, hatto kishi yuragida ko'z oldina keltira olmagan narsalar bor. Ham biz ana ishonamiz. Ham bu bor, ham bularning Alloh borliqqa keltirgan.